Assalomu alaykum barchaga. Bugun 15-iyul 2-smena savollarini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol: kondensatordagi kuchlanish 80 volt. Qarshiliklar orasidagi munosabat shu ko'rinishda bo'lsa, to'la kuchlanishni toping. Mana buni agar R deb belgilab olsak, R2 ni mana, demak bunisi 3R ekanda bizda. 3R ekan. Shunda R1 bilan R2 bizda ketma-ket ulangan. Ketma-ket ulanganda tok kuchimiz konstanta bo'ladi. E barobar konstanta bo'ladi. Endi biz mana buni kuchlanishini U1 desak, bunisini U2 desak, shunda U1 ni R1 ga nisbati U2 ni R2 ga nisbatiga teng. U1imiz taqsim 3R barobar U2 taqsimda R. R'lar qisqarsa U1imiz teng 3 ta U2 bo'lar ekan mana. Demak buni tokkining bir xil miqdorda o'qishdan topib oldik. Endi bizda mana bu U2miz agar kondensatordagi kuchlanish 80 volt bo'lsa, bu degani nima degani? Mana bundagi kuchlanish. Mana shu yerdagi kuchlanish 80 volt ekan. U barobar U1imiz shunda 80 volt ekanda. Sababi bizda mana bu kuchlanish kondensator bilan bunimiz parallel ulangan, kuchlanish miqdorlari parallel ulansa teng bo'ladi. U1imiz 80 volt ekan, U2imiz necha volt bo'ladi shunda? U2imiz 80 taqsimda 3 volt bo'ladi mana. Demak umumiy kuchlanish U1 plyusdan U2 bo'ladi. 80 plyusdan 80 taqsim 3 bo'ladi. Buni 80 kira 3 plyusdan 80 taqsimda 3 bo'lar ekan. 240 320 ekan. 320 ni 3 ga bo'lsak 106,67 volt degan javob to'g'ri javob bo'ladi bizda demak. Keyingi masala. $500 metr balandlikdan boshlang'ich tezlik bilan gorizontal otilgan jismda qancha vaqtdan keyin tangensial va normal tezlanishlar tenglashadi? Demak, birinchi mana shuni chizib olsak. Bizda mana shunday harakatlangan bo'lsin mana. Demak, mana bu nuqta uchun yozamiz mana. Shu nuqtada mana bunday Vx yo'naladi mana. Vx pastga esa Vy. Mana bu yo'nalishda bilamiz V yo'naladi mana. Tezlanishimiz mana anormal. Anormalimiz pastga mana J yo'naladi. Bu tarafga esa A tangensial. Shunda e'tibor beradigan joyimiz mana bu yer alfa, bu yer ham alfa. Tushunarli? Shu uchburchak chizib olsam mana. Mana bu bittasi. Bu ikkinchisi. Bizda mana bunda 90 gradus, mana bu yer 90 gradus. Bunisida mana bu yer alfa, bunisida esa bu nuqta alfa. Tomonlari Vx, Vy hamda bunisi V. Bunisi A normal, A tangensial endi. A tangensial, bunisi J ga teng mana. Bu demak uchburchaklarda o'xshashligidan biz tangensial hamda normallarni topishimiz mumkin. Masalan, sinus alfamiz Vy ni V ga nisbatiga teng. Bu degani Vy ni V ga nisbatiga teng degani tezlanishlardan esa A tangensialda J ga nisbatiga teng mana. Kosinus alfada esa Vx ni mana V ga nisbati, A normalni J ga nisbatiga teng. Bu yerdan A tangensialimiz nimaga teng? J ni Vy ga ko'paytirib V ga bo'lganimiz. A normal esa
j v(x) taqsimda v. Endi bu masalamizda bu narsa bizga kerak emas, lekin nima uchun yozyapmiz? Sabab xuddi shu masalalarga o'xshash mana bu formulalarga tushadigan o'zi keladi-da. Shu sababdan buni yozyapmiz mana. Gorizontal otilgan jismda agar tangensial tezlanishni toping desa, yuqoridagi birinchisiga, normal tezlanishni toping desa, ikkinchisiga qo'yish kerak bo'ladi. Endi bizdan mana bu tangensial tezlanish, mana tangensial tezlanish normal tezlanishga teng degani alfamiz 45 gradus bo'ladi-da. Mana bu tezlikka qarasak, u degani vximiz vy ga teng degani. Shunda 45 gradusga mos tushadi. Demak, mana vximiz qachon vy ga tenglasa, bu v0 barobar v0 bunisi esa mana j ko'paytirilgan t bo'ladi-da. J ko'paytirilgan t ko'rinishda. Demak, t ni topsak v0imiz 10, j imiz 10 topsak 1 sekund ekan. 1 sekund. Keyingisi 392 metr balandlikdan vertikal tashlangan jism 6-sekundda, demak mana 64 metr masofa bosib o'tgan bo'lsa, 6 degani demak inchi ko'rinishda bo'ladi. Inchi ko'rinishdagi formulalar mana bunday topiladi. Hn barobar bo'lardi v0 plyusdan j taqsim 2, 2n minusdan 1. Agarda bu tekis tezlanuvchi harakatda bo'lsa, mana buni o'rniga faqat a keladi. Bu yerda s bo'ladi o'sha holat. Tushunarli? Mana shunday bo'lsin. Vertikal tashlangan jism 6-sekundda 64 metr masofa bossa, uning tushish vaqtini toping debdi. Demak, o'rniga qo'ysak, 64 metr masofamiz teng v0 plus 5 karra 2 karra 6 minus 1. 64 barobar v0 plyusdan 12, 11, 55 ekan. Demak, v0imiz barobar ekan 9 metr taqsim sekundga. Mana v0imizni topib oldik. Demak, boshlang'ich tezligi 9 metr taqsim sekund bo'lgan ekan. Endi mana bunga olib borib qo'yib hisoblashimiz kerak-da. H barobar demak v0 plyusdan j kvadrat taqsim 2 ga. Ya'ni net sekundda tushishimiz. H'imiz 392 9 t plyusdan 5 t kvadrat mana. 5 t kvadrat. Bunday vaqtda tenglamani ishlab yotish kerak emas-da. Bunday holatda javoblarni qo'yib ko'rgan yaxshi. Qanday qo'yib ko'ramiz? Mana 2 ning kvadrati 4, 4 karra 5. Endi 2 bo'lmasligi aniqda. Kattaroq javoblar ko'rib ko'rish kerak va oxirgi raqamdan foydalanish kerak. Masalan, 8 sekundni ko'rish kerak. 8 ning kvadrati 64, oxiri mana bu yer 0 ekan. Plyusdan 8 karra 9 72 bo'lyapti. Mana oxiri 2 mi? Demak, oxirgi javobi 2 bilan tugar ekan. Mana shu javobimiz to'g'ri bo'lar ekan deyishimizda. Sabab masalan 10 ni qo'ysak, bu 0, bunisi ham oxirgi raqam 0, mos tushmaydi. Sabab bizda 392. Yoki 4 bo'lsa, 4 2 ham demak bu yer 0, bu yerlik 6. Bu yer ham demak 6 bo'lib qoladi oxirgi raqam. Demak, to'g'ri javob 8 ekan. Keyingisi 20 kilometr sekund. E'tibor beramiz, bu yerda 20 kilometr soat emas. Demak, mana 20 kilometr sekund. Bunda faqatgina kilometrni metrga aylantiramiz. 10 darajasi 3 metr taqsim sekund ko'rinishda bo'ladi. Demak, B javob ekan. Induktivligi 20 bo'lgan g'altakda 10 milliveber tok oqmoqda. Demak, bunday holatda g'altakdan oqayotgan tok kuchi nimaga teng? Mana g'altakda hosil bo'ladigan magnit oqimimiz induktivlikni tok kuchini ko'paytmas. Bu yerdan mana induktivlik topsak, F ni I ga nisbat. Tok kuchini topsak. Tok kuchimiz F ni L ga nisbat. F'imiz 10 taqsimda 20 0,5. 0,5. Keyingisi. P kvadrat V konstanta bo'lsa, shunda hajmi 16 marta oshibdi. Mana V2miz 16
16 ta V1 bo'pti. E'tibor qaratamiz. Agarda mana bu yerda V'miz ortsa, bunimiz kamayishi kerak. Mana bunda V'miz 16 marta oshishi uchun ular konstanta qolishi kerak-da. Bu necha marta o'zgarishi kerak? Bu 4 marta kamayishi kerak. To'g'rimi? 8 marta kamayishi kerak. Shunda uning kvadrati 16 bo'ladi. Mana demak P2 barobar ekan. P1 taqsimda 8 ko'rinishda bo'ladi. Shunda 8 kerak 16 bo'ladidan konstanta bo'ladi. Endi temperaturasi qanday o'zgargan? Mana bunga olib borib qo'yamiz. P1 teng konstantaga mana. Bu yerga mana P o'rniga P1 taqsim 8 16 ta V1 taqsimda mana T2 ko'rinishda turibdi-da. Buni hisoblasak P1 V1 taqsimda 2 T2 bo'ldi. Mana bu yerda 2 T2 T1 ga to'g'ri kelishi kerak-da. Demak necha marta o'zgarar ekan? 2 marotaba mana ortadi deganimiz to'g'ri javob bo'ladi. Keyingisi yorug'likning shishadagi to'lqin uzunligi. Xo'sh, shishagada to'lqin uzunligi shunday bo'lsa, suvdagi to'lqin uzunligi nimaga teng? Mana yozamiz. Lambda 1 barobar 560 nanometr ekan. Shunda bizda n birimiz endi shisha uchun jadvalga qaraymiz 3 taqsim 2. Suvimizda esa bu 4 taqsim 3. Shunda mana lambda 2miz teng so'roq. Lambdamiz bilamiz bu V'ni chastotaga nisbati, niguga nisbati. Mana bu tezligimizni yorug'lik tezligi bilan ifodalasak, S taqsim n ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda nisbat olamiz. Lambda 1 ni lambda 2 ga nisbatini olsak, shunda bizga n2 ni n1 ga nisbati bo'ladi. n2 ni n1 ga nisbati. Demak, bu yerdan lambda 2 ni topsak, lambda 1 ko'paytirilgan n1 taqsimda n2 ekan. Mana bu yerda nima qildik? Mana bu chastota o'zgarmaydi, bu o'zgarmaydi. Shuning uchun lambdamizni mana n ga ko'paytmasi ko'rinishdagi bog'liqlik kelib chiqdi-da. Lambda 1imiz 560 3 taqsim 2, bunisi 4 taqsimda 3. Buni hisoblasak 787 yarim chiqib kelar ekan. 787 yarim. Tushunarli? Bular hamma javoblar xato. Javob 787 yarim degan javob to'g'ri bo'ladi. Keyingisi. yarim. Shuni bitta kalkulyatorga yana bir tashlab olaylik. 560 ni 9 ga ko'paytirib 8 ga bo'lamiz. Mayli, buni to'g'ri javobini bor deb olsak bo'lar ekan. To'g'rilashibdi buni. Demak, buni hisoblasak nechta chiqar ekan? 630 chiqar ekan. To'g'rilangan holatida. Ya'ni bu masalamiz DTMda 560 bo'lib tushmaganda, mana bu 560 bo'lib tushmagan, 700 bo'lib tushgan. Javobda esa 787 yarim degan javob bor bo'lgan. Tushunarli? Mana bunisi o'zgarib tushgan. Bular esa shunchaki moslangan. Bu ya'ni o'xshash misol, aynan tushgan misol hisoblanmaydi. Keyingi zaryadlari 9-7 bo'lgan orasidagi mana 40 cm ekan. Shunda qaysi nuqtada kuchlanganlik 0 ga teng bo'ladi? Demak, mana bu yerda Q1imiz bo'lsin, bu Q2imiz bo'lsin. Ikkalasi ham musbat zaryadlar. Zarrachalarni tutashtiruvchi to'g'ri chiziqning o'rtasidagi nuqtada maydon kuchlanganligi nimaga teng bo'ladi? Mana bizdagi o'rtasidagi nuqtada bu ham 20 cm, bu tarafi ham 20 cm. Mana buni maydon kuchlanganligi bu tarafga Y2, bunisiniki bu tarafga Y1. Shunda demak, Y'miz kattasi, zaryadi kattasiniki maydoni ham katta bo'lish sababdan Y1 minusdan Y2 ekan. Buni K R kvadrat Q2 minus Q1 deb olishimiz mumkin. Rimiz bir xil bo'lganligi uchun.
Demek mana 9 darajasi 9, R'imiz 20 santimetr. Bu yerda 20 santimetr degani demek 4 10 darajasi minus 2. Ayırsak bundan 2 10 darajasi minus 9 ekan. Mana bu darajalar ketadi. 9 ni 4,5 demek mana bu 450 degan javobimiz bo'lar ekan. Keyingisi o'zgaruvchan tok zanjirida tok kuchi shu qonun bo'yicha tebranmoqda. Tok kuchining demek qiymatini toping debdi. Demek bu yerda I barobar 4 taqsim 3. Mana bu t o'rniga mana shuni olib kelib qo'yamiz. Nima bo'ladi? Shuni hisoblaymiz. Faqatgina mana buni yozib qo'yamiz. Omegamiz 2pi ni mana t ga nisbati. I barobar 4,3 sinus omegamiz 2pi taqsim t. T o'rniga katta t taqsim 6 plus pi taqsim 2 mana. Mana bunda t'lar qisqaradi. 2 bilan mana bu ham qisqaradi. Shunda bizdan nima bo'ladi? 4,3 sinus pi taqsim 2 plusdan pi taqsim 3 bo'lib qolar ekan. Sinus pi taqsim 2 plusda demek bu nomi kosinusga o'zgaradi, to'g'rimi? 4 taqsim 3 kosinus pi taqsim 3 ko'rinishda o'zgaradi. 4 demek kosinus 60 gradusda 1 taqsim 2. Buni hisoblasak 2,15 milliamperga teng ekan. Keyingisi. Prujinali mayatnikda tebranayotgan jismning o'rtacha tezligi 4 metr sekundga teng ekan. Demek o'rtacha tezligi 4 metr taqsim sekund bo'lsa, uning muvozanat vaziyatidan o'tayotgandagi tezligini toping. Endi mana bunda jismning o'rtacha tezligi o'zi nima? O'rtacha tezligi bu bitta tebranish davridagi hisoblanadi. Bir tebranish davridagi o'rtacha tezligi. Shunda uni muvozanat vaziyatidan o'tayotgandagi tezligi nimaga teng? Demak, buni mana yozsak va o'rtacha barobar 4 metr taqsim sekund. Umumiy yo'limiz qancha? Bu bitta davrda bilamiz 4a ga teng bo'ladi. 4 amplitudaga teng yo'lni bosib o'tadi. Davrimiz mana katta t. Demek o'rtacha tezligimiz skalar kattalik bo'ladi. Ya'ni S umumiyni t umumiyga nisbati. S umumiyimiz 4ta, davrimiz mana t. Shunimiz bizda mana bu 4 ga teng ekan. Demek 4 bilan 4 qisqarsa, a ni t ga nisbati 1 metr taqsim sekund bo'lib qoladi. To'g'rimi? Mana a ni t ga nisbati. Endi bizdan uning muvozanat vaziyatidan o'tayotgandagi tezligini toping deyapti. Mana demek muvozanat vaziyatidan o'tayotganda uni tezligi maksimal bo'ladi. Ya'ni maksimal tezligi nimaga teng deyapti? Maksimal tezligi omegani a ga ko'paytmas, to'g'rimi? Bizda endi omegamizni yozsak. Omegamiz 2pi t taqsim t mana a. Mana bu yerga e'tibor beramiz. Menda mana bu a taqsim t nimaga teng? Mana a taqsim t 1 metr sekund deyilgan. Demak, 2pi ko'paytirilgan mana a taqsim t deb yozib olaman. Yuqoriga mana shuni olib kelib qo'yaman. Mana 2pi ko'paytirilgan 1. Demak, buni hisoblasak mana 2pi metr taqsim sekund. Pi'mizni 3,14 desak, 7,2 metr taqsim sekund ko'rinishda olishimiz mumkin ekan. Tushunarli? Keyingisi. Aylanma harakat qilayotgan jismni 3 sekundda 3 daqiqada t barobar 3 minut ekan. Minutimiz 180 sekund mana. Fi barobar 3pi radianga burilibdi. 3pi radian. Shunda tebranish davri nimaga teng deyapti? Mana e'tibor beramiz. Davr mana shunday mana aylana chizib oldik. Bizda endi
Mana bu yerimiz fi'da. Mana bunisi fi. E'tibor beramiz. Agarda jism mana bunday bir marta to'liq aylanib kelsa 2 pi bo'ladi. Shuni bitta davr deymiz. Bitta davr. Bizda mana bu 3 pi aylanib kelyapti. Ya'ni keyin yana yarmiga mana bunday boryapti-da. 3 pimiz qancha davr? Bu 1,5 ta davrda. 1,5 ta davrimiz mana shu 3 minutga teng ekan. Demak 1,5 ta davr 3 minutga teng bo'lsa, bitta davrimiz 2 minutda o'zi, to'g'rimi? Mana 3 pimiz teng deymiz. 3 pimizda 3 minut deymiz mana. 3 minut. Bitta davrimiz 2 minut. 2 pi dedik. Shunda mana x minut. Bundan x ni topsak, 2 pi ni 3 ga ko'paytirib 3 pi ga bo'lmas. Bu degani 2 minut mana. 2 minutimiz 120 sekund degani. Keyingisi. Matematik mayonik arqonining uzunligi, demak L0. Tebranish davri T0. Uning uzunligi 40 cm ga ortganda davri shunchaga ortdi. Demak mana birinchi holatda T0 barobar ekan 2 pi L0 taqsimda j ekan mana. Ikkinchi holatda esa 3 ta T0 barobar 2 pi L0 plusdan 40 taqsimda j ekan mana. Mana shu yerdan L0 ni so'rayapti. Buning uchun nima qilaman? Albatta buning uchun nisbat olib borishimiz kerak bo'ladi. Nisbat olamiz. T0 ni 3 ta T0 ga nisbat. Bu yerda 2 pi ni 2 pi ga nisbati j'lar qisqarsa L0 plus 40 bo'ladi mana. Demak bu yerda 2 pi'lar, T0'lar ketadi va kvadratga oshiraman. 1 taqsimda 9 barobar L0 plusdan 40 bo'ladi. Proporsiya qilsam 9 da L0 plus 40. L0'imiz shunda 40 ni 8 ga nisbati 5 cm chiqib keladi. Tushunarli? Keyingisi. Ikkisharning issiqlik sig'imlari S1 hamda S2 ekan. Ikkishar sig'imlar S1 hamda S2. Temperaturalari mos ravishda 50 va hamda 30 gradus. Ular bir-biriga tekkizilganda natijaviy temperatura 40 gradus bo'lsa, demak mana bundayda umumiy issiqlik miqdori keyingisiga o'tadi. Mana shundan foydalanamiz. Q1 plusdan Q2 teng bo'ladi mana Qga. Teng bo'ladi Qga. Shunda S1 T1 plus S2 T2 teng bo'ladi S1 plus S2 mana Tga. Mana shunday qilsak. Endi buni mana shundan 40 gradusligini bildik. Endi olgan va bergan issiqlik miqdorlaridan foydalanamiz. Ya'ni S1 ni deymiz mana. Bu 50 dan mana 40 ga beryapti-da, ya'ni 10 gradus beryapti. Xuddi shunday S2miz esa 40 dan 30 ga mana ayiryapti. 40 dan 30 ga ayiryapti. Agarda mana shunday bo'lsa, demak S1 ni 10 ga ko'paytmasi S2 ni ham 10 ga ko'paytmasiga teng, to'g'rimi? Mana bular qisqarib ketsa, S1imiz teng S2 ko'rinishda bo'lar ekan mana. Bizga mana buni ishlatish uncha ahamiyatsiz bo'lib qolar ekanda, olgan issiqlik miqdori berganiga teng. Nima uchun bo'ldi? Mana bunisi 50 gradus issiqroq, sababdan bu beradi, mana bunisi oladi, ya'ni qabul qiluvchi. Buni gradusi 50 dan mana 40 ga kamayyapti, bu esa 30 dan 40 ga oshyapti. Shu sababdan mana bunday deb yozdik. Demak, bir-biriga teng, ya'ni nisbatlari 1 deb olingan javob to'g'ri bo'ladi. Demak, mana 1. Keyingisi nurning 20% sirtdan to'la qaytdi.
30% esa 30% esa to'la o'tib ketdi. Demak, agar yorug'likning sirtqa bosim kuchi shunchaga teng bo'lsa, quvvati qanday bo'ladi? Yozamiz. Birinchi mana chizib tushuntirishga harakat qilsam. Chizib. Mana muhit bo'lsin. Bunda mana shunday tushsa, keyin to'la qaytadi deyapti. Nurning 20% to'la qaytadi. Demak, mana 20% qaytdi. Qanchasi qaytdi? 0,2 i'si qaytdi. 30% esa to'la o'tib ketadi. 30% to'la o'tib ketadi. Demak, bu yerda mana bu P1 0,3 qismi esa mana bunday to'la o'tib ketdi. To'la o'tib ketgani 0,3i. 0,3i. Shunda e'tibor bersak, bizga mana 0,2si to'liq qaytdi. Mana bunday bo'lib, 0,3i to'la o'tib ketdi. Keyin mana bu yerda qanchasi qolyapti? 0,2, bu yerda 0,3 bo'lsa, bu yerda yana 0,5i si qolib ketyapti. To'g'rimi? 0,5i. Demak, mana chizaman 0,5i. Mana bu ham alohida bosim qilyapti. Buni bosim P1, bunisiniki P2, bunisiniki P3 bo'lsin. P1imiz bizda mana bu to'la o'tganda 2i taqsimda s ko'rinishida yozishimiz mumkin. i'miz 0,2, shu sababdan 0,4i taqsimda s mana to'la qaytgani uchun. Endi mana bu to'la o'tgani, bu 30% to'la o'tdi-ku, bunda esa i taqsimda s. Buni mana 0,3i taqsimda s ko'rinishida yozishim mumkin. Faqatgina e'tibor beradigan joyimiz to'la o'tib ketdi-da bunisi. Bizga esa mana bu yorug'likning muhitga beradigan, yorug'likda o'sha aynan sirtga beradigan. Sababdan P2miz 0 ga teng deymiz. Mana P3imizda esa P3imiz 0,5i ni s ga nisbati bu mana 1 + 0. Buni qaysi formulaga qo'ydik? P bosim kuchi barobar bo'lardi i ni s ga nisbati 1 + dan rho mana. Shunga qo'ydik. Bunga qo'ysak 0,5i taqsimda s ko'rinishida bo'ladi. Demak, 3ta bosim kuchni qo'shsak, P1 + P2 + P3 qo'shsak 0,5 ga 0,4 0,9i bo'lar ekan. 0,9i taqsimda s ko'rinishida bo'lar ekan. Demak, bosim kuchimiz F ni S ga nisbati. Bu 0,9, i ni esa biz n taqsimda s ko'paytirilgan s desak, mana bu yuzalar qisqarib ketadi. Yuzalarimiz. Shunda f'imiz demak 0,9 ko'paytirilgan n taqsimda s bo'lib qolar ekan. S. Bu yerdan biz endi topishimiz kerak-da. Sirtqa bosim kuchini. Fs taqsimda 0,9. F'imiz 2,43 10 darajasi -6. S'imiz 3 10 darajasi 8. Bu 0,9 bo'lib hisoblasak. Xo'sh. Hisoblasak 810 ekan mana. 810 quvvati vatt ekan. Tushunarli? Mana bu quvvatimiz. Endi uchinchi shu quvvatni ba'zida P harfi bilan ham belgilash mumkin kitoblarda. Bu yerda mana bu bosim bilan farq qilish uchun N harfi bilan belgilandi.
Keyingisi 350 gramm massali koptok 4 metr balandlikka otildi. Uning maksimal potensial energiyasi nimaga teng? Demak, maksimal potensial energiyasi mgh ga teng. 0,35 ko'paytirilgan 10, h'imiz mana 4 metr. Bu 3,5 ni 4 ga ko'paytirsak 14 joule bo'lar ekan. Keyingisi ikkita bir xil kapillyar naylardan biriga suv, ikkinchisiga benzin tushirildi. Suv kapillyar bo'ylab 24 sm ko'tarildi. Benzin qanchaga ko'tarilganini toping deyapti. Demak, e'tibor beramiz. Ikkalasida endi bir xil bosim bo'ladi. Mana bunday kapillyar naylar bo'lsa. Bularni mana bunday desak, mana ikkita bir xil kapillyar nay ekan ham. Demak, bu degani yuzalari bir xil deganda. Yuzalari bir xil. Mana bunisida suv ekan. Bu yerda suv ekan mana. Bunisida benzin. Shunda suvimiz mana H1 balandlikda bo'lsa, benzinimiz qanday H2 balandlikka ko'tariladi deyapti. Endi bu masalamizni qaraymiz. Demak, bizda mana bunday formula bor edi. H barobar 2 sigma taqsimda rho G. Kapillyarlarda ko'tariladigan demak suyuqlikni balandligini topish formulasi. Mana shuni ikkita uchun qo'llasak, H2 ni H1 ga nisbati. Demak, bular bir xil kapillyar nay. Shu sababdan zichliklari mana bu R radiuslari bir xil bo'ladi. Shu sababdan bizda sigma 2 ni sigma 1 ga zichliklari rho 1 ni rho 2 ga nisbati. Demak, bu yerdan H2 ni topsak, H2 taqsim H1imiz 24 sm teng sigma 2miz 0,021 taqsimda 0,073 ko'paytirilgan rho 1imiz 1000 taqsimda 700 mana. 1000 taqsimda 700. Buni H2 ni ko'paytirib hisoblasak 9,9 sm kelib chiqadi. Keyingisi moyning hajmi suvning hajmidan shuncha ortiq. Massalari qanday munosabatda? M teng rho v da. M teng rho ko'paytirilgan v. Demak, mana M moyni M suvga nisbati. Moyning zichligi 800, suvning zichligi 1000. Demak, moyning hajmi suvdagidan 1,4 barobar ko'p ekan. 1,4 v ekan, buniki v ekan. Demak, mana bunda v bilan bunisidagi v qisqaradi. Shunda 800 ni 1,4 ga ko'paytmasi. Demak, bu 1120 bo'ladi, bunisi 1000. Buni bo'lsak 1,12 ekan. Demak, 1,12 degan javob bizda C javob. Keyingisi 50 mol geliy gaziga izoxorik ravishda shuncha issiqlik miqdori berildi. Bu jarayonda gazning bosimi necha marotaba ortgan deyapti. Demak, mana izoxorik jarayon bo'lgandan keyin hajmimiz konstant. Ya'ni bajarilgan ishimiz 0 ga teng. To'la issiqlik miqdori uning ichki energiyani o'zgarishiga sarflanadi. E taqsim 2 nu R delta T ga. Bunda bizga demak boshlang'ich temperatura berilgan. Mana bu delta T ni topib olsak, qo'miz 24,93 ko'paytirilgan 10 darajasi 3 barobar 3 taqsim 2 newmiz 50 mol. Bunimiz 8,31 ko'paytirilgan delta T mana. Delta T ni bu yerdan topsak nima chiqadi? Delta T'miz barobar 40 kelvin chiqar ekan. 40 kelvin. Bizda mana bu T1imiz 273 plyusdan 27 gradus mana. Ya'ni 300 gradus ekan.
300 kelvin ekan. T2'miz necha bo'lishi kerak? Shunda 40 kelvinga ko'proq bo'lishi kerak-da. 300 plus 40 chiqdi-ku. 340 kelvin ekan mana. Biz bilamiz, izoxorik jarayonda bosimlarning nisbati temperaturalar nisbatiga teng. Temperaturasi 340, 300 buni bo'lsak 117 taqsimda 15 ko'rinishda bo'lar ekan. Tushunarli? Nollarni birinchi qisqartirib yuborib, keyin 2 ga bo'ldik-da. 17 taqsim 15 keyingisi. Radioaktiv preparatning aktivligi sekundiga 12 ta parchalanish. Bu degani mana bu A barobar 12 ekanda. 12. Tushunarli? Mana 12 bir taqsim sekund. Yarim yemirilish davri 12 yil ekan. 12 yil. Shunda qancha vaqtda 100 yadroviy yemirilish kuzatiladi debdi. Demak, m barobar mana 100 bo'lishi kerak shunda deyapti. Demak, mana bundan t ni biz endi a ga nisbati qilib topib olishimiz mumkin-da. Buni 100 ni bo'lamiz 12 ga. Buni hisoblasak 8,33 sekund bo'ladi. 8,33 minut sekund. Hamma 8,33 bizda mana bu sekundda chiqargan. Sabab birligi 12, bu 1 taqsim sekundda. Sekundiga 12 ta parchalanish. Agarda bizda mana shu minutiga 12 ta parchalanish bo'lganda, javobimiz ham 8,33 minut chiqardi. Yoki sutkasiga deganda sutka chiqardi. Xuddi shu narsa. Keyingisi. Jism 5 metr sekund tezlik bilan vertikal pastga otildi. Uning harakat boshidan keyingi tezligini toping degan. V barobar V0 plyusdan gt. V0'imiz 5, 10 ko'paytirilgan 5. Demak, 55 metr taqsim sekund degan. Keyingisi, quyidagi parchalanishda x zarrachani toping. Mana x ni az deb yozib olaman. A'miz barobar bo'lishga yuqoridagilardan mas'ul qo'shaman. 91 plus 3 kara 1 mana. Mana bu 3 kara 1. Mana bu 3 ta deganda neutron turibdi-da, shu sabab 3 ni mana bu 1 ga ko'paytirib yozdim. Xuddi shunday zlarni ham qo'shaman, mana z kelib chiqadi. 56 plus 36 plus mana 3 kara 0 bunisi. Buni hisoblab qo'yish kerak faqat xolos. Hisoblasak. Bu 90. Mana bu 92, bunisi 236 bo'lar ekan. Demak, A javob mana. Tushunarli? Ixtiyoriy mana shunday reaksiya tushganda, mana bu tepadagilar yig'indisi, pastdagilar yig'indisini alohida tenglab topish kerak bo'ladi. Zarrachaning to'la energiyasi mana to'la energiyasi boshlang'ich energiyasidan 4 marotaba ortiq ekan. Zarrachaning tezligi topilsin. Mana to'la energiyamiz mana bunday edi. E0 1 minus v kvadrat taqsim c kvadrat edi. Demak, buni o'rniga mana 4 ta E0 qo'yaman. E0 bilan E0 qisqaradi. Mana bu 1 minus v kvadrat taqsim c kvadrat barobar bo'ladi 1 taqsim 4 ga. Kvadratga oshirsak 1 minus v kvadrat c kvadrat bu 1 taqsim 16 bo'ladi. Bundan soddalashtirsak 15 taqsim 16 ildiz olsak, ildiz osti 15 taqsimda 4 c ko'rinishda bo'ladi. D javob ekan. Keyingisi. Ideal gazni bir atomli ideal gazni, demak, birinchi holatdan ikkinchi holatga o'tkazish uchun qancha issiqlik miqdori sarflanadi debdi. Demak, bunda e'tibor bersak, PV da mana bu esa V teng konstanta bo'ladigan jarayonni ko'rsatib turibdi. Ya'ni hajm bo'yicha o'zgarishimiz yo'qda. Hajm bo'yicha o'zgarishimiz yo'q bo'lganda, bunda bajarilgan ish 0 ga teng bo'ladi. To'la issiqlik miqdorimiz to'laligicha ichki energiyaning o'zgarishiga da hosil bo'ladi. Buni mana E taqsim 2 nu R delta T dan yozsak bo'ladi. Demak,
Endi buni o'rniga qo'yib hisoblaymiz. Demak, buni yozamiz mana. Yozsak, bizda mana bu narsa bor. PV barobar nu RT degan narsa bor. Shundan o'rniga qo'ysak, I taqsimda 2 va P2 minusdan P1 deb olishim mumkin-da buni. Demak, Q barobar bir atomli bo'lgandan keyin i'miz 3 ga teng. 3 taqsim 2. Hajmimiz 0,9. P2'miz bizda 112 minus 162. 162. Buni hisoblasak, minusdan 67,5 joule chiqib keladi. Minusdan 67,5 joule. Faqatgina kiloda. 10 darajasi uchun bo'ldi. Demak, bu degan nima degan? Sababi mana bu kilopaskalda. Tushunarli? Shu sababdan mana bunimiz ham kilojoulda chiqib keldi. Demak, 67,5 deganimiz to'g'ri javob bo'ladi. Sababi nima uchun minusdan chiqdi? Sababi bosimimiz kattasidan siqilyapti-da. Ya'ni uni chiqarib tashlash kerak. Issiqlik miqdori mana shuncha issiqlik miqdorini chiqarib tashlasak, o'shanda birinchidan ikkinchisigacha o'tadigan holat keladi. Shuning uchun minusdan chiqdi. Keyingi bosimda o'lchov birligi nimaga teng? Bosimimiz mana bilamiz F ni S ga nisbati. F'imiz bizda Newton, yuzamiz esa metr kvadrat. Demak, mana Newton taqsim metr kvadrat ekan. Endi keyingisi agar rezistorning qarshiligi mana 4 ekan. Bu yer mana 4. Undan o'tayotgan tok kuchi 3 amper bo'lsa. 3 amper bo'lsa, endi e'tibor beramiz, tokimiz katta kuchlanishdan, ya'ni katta potensialdan kichik potensialga qarab oqadi. Tushunarli? Doimo mana buni phi A deymiz, bunisini phi B deymiz. Biz shuni bilishimiz kerak, phi A'miz phi B'dan katta. Ya'ni katta potensialdan kichik potensialga qarab tok oqadi. Shu sababdan mana kattasidan kichigini ayirmasi aynan shu rezistor o'tadigan kuchlanishiga teng bo'ladi. Ini yerga, ya'ni kuchlanish farqiga teng. Demak, phi A minus phi B barobar tok kuchi 3 amper, bunisi 4. Hisoblasak 12 volt chiqdi. Bizdan mana buni so'ragan. Phi B minus phi A. Demak, bunimiz minusdan 12. E'tibor bersak, 12 degan javobim bor-da mana shu yerda. 12 degan javobimiz xato bo'ladi. Keyingisi prujinaga mahkamlangan M massali sharcha garmonik tebranmoqda. 3-chi bizda muvozanat nuqtasi deyapti. 3-chi muvozanat nuqtasi. Qaysi nuqtalarda kinetik energiyasi maksimum bo'ladi? Bilamizki, kinetik energiya qaysi nuqtalarda maksimum bo'ladi? E'tibor bersak, mana bu prujina qancha cho'zilsa, uni potensial energiyasi maksimum. Sabab bizda mana bu 5-chi hamda 1-chi nuqtalarda mana bu potensial energiya maksimum bo'ladi. Mana bu 4-chi, 2-chi nuqtalarda esa uni hech bir, ya'ni bir-biriga deyarli tenglashmaydi-yu, lekin ikkalasi ham mavjud bo'ladi-da. Kinetik ham, potensial ham. Muvozanat vaziyatida kinetik energiya maksimum bo'ladi. Tushunarli? 3-chida E kinetik maksimum mana. 1-chi hamda 5-chida E potensial maksimum. Mana bu 2-chi, 4-chida E energiyamiz bizda E kinetik hamda E potensialda energiyasini yig'indisidan iborat. Demak, mana to'g'ri javob D javob. Botiq ko'zguning egrilik radiusi 24 cm. Demak, mana R barobar 24 cm. Fokus masofasini toping. Fokus masofasi radiusda 2 ga bo'linmasiga teng. Demak, 24 ni bo'lamiz 2 ga 12 cm ekan mana. 12 cm. Xo'sh. Endi keyingisi. 3 kilogramm massali jism 4 tezlanish bergan kuchimiz 12 ga
demak bunimiz Nyutonning ikkinchi qonuni. F'imiz mana ma ga teng, m barabar teng m2 a2 ga. Ikkoviga ham bir xil kuchda. Shu yerdan mana a2 ni topsak, m1 a1 taqsimda m2. m1imiz 3, tezlanish 4, 12. Hisoblasak 1 ekan. 1 metr taqsim sekund kvadrat tezlanish berar ekan. Bu haqiqatdan to'g'ri. Sababi kuchimiz kichik jismga kattaroq tezlanish bersa, endi massasini o'zgartirsak, tezlanishimiz miqdori kamayadi. Endi keyingi jism qiya tekislikda harakatsiz turibdi. Harakatsiz turibdi degani jismga ta'sir etayotgan kuchlar muvozanatlashib turibdi degani. Endi mana biz kuchlarni chizamiz. Bizga mana bunday yo'nalgan og'irlik kuchi bor. Bu bizda og'irlik kuchi mana mg. Buni doim proyeksiyalarga ajratiladi mana bunday qilib. Mana proyeksiyalarga ajratsak, mana bunday yo'nalgani bu yerda alfa desak 30 gradusda endi. Bunimiz mg sinus alfa mana bu katitimiz esa mg kosinus alfa. Yuqoriga bilamiz qaysi kuch yo'naladi? Bir necha marta takrorladik. Bu reaksiya kuchi yo'naladi. Harakatga qarshilik qiluvchi kuchimiz qaysi kuch? Harakatga qarshilik qiluvchi kuchimiz F ishqalanish kuchi mana. Men demak mana bundaydi. Mana desak, bu tarafda y o'qi, bu tarafda esa x o'qi deb olaman. Yozaman. Y o'qida qaysi kuchlar bor? Y uch. Demak, mana bu n hamda mg kosinus alfa bor. Demak, bittasi yuqoriga, bittasi chapga bo'lganligi uchun y o'qi bo'yicha n'imiz mg kosinus alfaga teng ekan. X o'qi bo'yicha-chi? X o'qi bo'yicha ortga mana bu bor f ishqalanish, oldinga esa bu bor mg sinus alfa mana. Demak, x o'qi bo'yicha f ishqalanish barobar mg sinusdan alfa. Tarif bo'yicha f ishqalanishimiz nimaga teng? Mu ni n ga ko'paytmasiga teng mana. Mu ni n ga ko'paytmasi. O'rniga olib qo'yamiz. Mu ko'paytirilgan n barobar mg sinus alfa. N'imizni topib qo'yganmiz. Mu mg kosinus alfa mana barobar mg sinusdan alfa. Bu yerda mana mglar ketar ekan, sinusni kosinusga bo'lib yuborsak, mu barobar tangens alfa ko'rinishda bo'ladi. Tushunarli? Mu'miz teng tangens alfa ko'rinishda bo'ladi. Agarda mana jismimiz teng tursa-da, endi bizdan esa ishqalanish kuchini so'rayapti. Ishqalanish kuchini tarif bo'yicha qo'yib yozamiz. F ishqalanish barobar mu mg kosinus alfa dedik. Mu'miz ildiz 3, mg'miz 4 ko'paytirilgan 10 kosinus 30 gradusda ildiz 3 taqsimda 2. Buni 3 desak 60 newton. Demak, men 60 newton kelib chiqar ekan. 60 newton. Mana bu ham bor-da bizda. F ishqalanishimiz deganimiz x o'qi bo'yicha mana mg sinus alfa, to'g'rimi? Tinch turish shart. Buni bo'yicha yozsak 40 ni 1 taqsim 2 ga ko'paytmas mana topsak 20 newton chiqib keldi. Ana endi bunda qaysi javobimiz? Biz doim aytganmiz, ishqalanish kuchi qaysi birida kichik chiqsa o'shanisi mos tushadi. Mana bunisida 60 chiqdi, bunisida 20, demak javobimiz 20 bo'ladi. Sababi bizga ishqalanish kuchimiz o'zi anchagina katta ekanda, sirtda ishqalanish kuchi sababdan jismimizga biz hatto kuch ta'sir qilsak ham jismimiz sirpanishi biroz qiyinroq bo'ladi. Masalan, jismga 40 newton pastga yo'nalgan kuch qo'yib qo'yaylik, shunda ham jismimiz tebranmaydi. Joyida turadi. Sababi 40 ga 20 ni qo'ysak 60 newton bo'ladi. O'z jism 60 newton ishqalanish kuchiga ega. Endi keyingisi. Radiuslari shunday bo'lgan sharlar mos ravishda yozsak. Mana R1 barobar 6 cm, R2 barobar 4 cm. Massalar M1 barobar 40 kg,
M2 barobar 24 kilogramm. Ular o'zaro 14 santimetr uzunlikdagi sterjen orqali bog'langan deyapti. Mana L barobar 14 santimetr. Sistemaning massa markazi 6 santimetr radiusli sharning massa markazidan qanday masofada turadi? Endi biz buni x desak, mana x. Endi buni birinchi qiladigan narsamiz chizmasini chizib olamiz. Mana chizmasini chizib olsak. Mana bittasi, ikkinchisi sal kichikroq ekan. Mana ikkinchisi bo'lsin. Ikkinchi sharimiz bo'lsin. Bu nuqta bilan bu nuqtaga bo'lsin xullas. Mana bizda demak mana bu yerimiz 6 santimetr. 6 santimetr. Sababi bu R1'da. Bunimiz esa 4 santimetr. Bu R2. Mana bu nuqtadan bu nuqtagacha bo'lgan masofa, bizda demak buni L deb olganmiz. L barobar mana 14 santimetr ekan. Shunda ularda markazlari orasidagi masofa nechaga teng ekan? Umumiy masofamiz. Yozib qo'ysak, umumiy masofamiz R1 plyusdan L plyusdan R2 mana. 6, 4, 10, 24 santimetr ekan. Общий mana. Shunda sistemaning massa markazi, ya'ni demak 6 santimetr. Mana buni massa markazidan qandaydir mana x masofada yotibdi deymiz. Demak, mana bu yerda massa markazini yotibdi deymiz. Shunda bunimiz bizda x bo'lsin mana. X bo'lsin deyapti. Uning uchun biz nima qilamiz? Uning uchun aynan mana shu nuqtadan deyilgan, shu sababdan mana shu nuqtaga koordinatalar sistemasini joylashtiramiz mana. Koordinatalar sistemasini joylashtirsam, koordinatalar sistemi mana bu x bo'lsin, bunda y bo'lsin. Demak, yozamiz mesela. Massa markazi xm barobar bo'ladi. M1 massalini mana x1 masofada yotibdi, m2 x2 taqsimda m1 plyusdan m2, to'g'rimi? M1imiz bizda mana bu 40 kilogramm. Mana bunimiz birinchida endi. Bunimiz ikkinchi. 40 kilogramm. U qanday koordinatada yotadi? Mana bu biz mana bu x olmaymiz. Mana bu boshlang'ich markazda yotibdi-da ikkala. Shu sabab 0 ga teng deb olamiz buni. 0 ga teng mana plus m2imiz. M2imiz 24 kilogramm. Bular orasidagi mana bu nuqtadan mana bu nuqtagacha bo'lgan masofa mana topib qo'ydik. D, ya'ni 24 santimetr. Massalar yig'imiz 40 plyusdan 24. Buni hisoblasak 576 taqsimda 64 bo'lar ekandan mana 9 santimetr chiqar ekan. Topgan 9 santimetrimiz aynan shu koordinatalar markazidan mana bu yergacha bo'lgan masofani bildiradi. Shu sababdan qaysi nuqtadan desa, o'sha nuqtaga koordinatalar sistemasini joylashtirish eng yaxshi metod hisoblanadi. Mana shu bilan demak savollarimiz tahlili tugallandi. Agar qayerdadir masalada xatolik, kamchilik ketgan bo'lsa, kommentariyada fikringizni bildiring. O'sha masalani qaytadan ko'rib berishga harakat qilamiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing. Demak, o'zingizning fikringizni bildiring. Salomat bo'ling.